foizidan yutasiz ancha. Kamol opa, bo'lib to'lashga yoki avtokreditga mashina olmoqchi bo'lganlarda ikkita variant bor. Birinchisi VKP orqali, ya'ni ko'chada norasmiy tezroq hal qilib olish mumkin, og'zaki kelishuv asosida. Ikkinchisi o'zingiz bilganingizdek avtosalonlar orqali yoki avtokreditga olish mumkin. Buni plyus-minus tomonlarini aytingchi, shu yo'lni tanlamoqchi bo'lganlarga. Endi qarang, VKPchilar qanaqa bo'ladi? Mashinani olib kelasiz, ular narxlab olib qoladi. Xuddi o'sha ishni biz ham qilyapmiz mana. Tradingda 1 soatda mashinani narxlab olib qo'yamiz. Zato rasmiy, joyimiz aniq, hamma narsa tayinli, hammasi hujjat asosida qilinadi. Shunda mashinani olib kelishadi, biz narxlab olib qolamiz. Ko'chada qanaqa norasmiy, ertaga o'zi nomiga nasha savdo qiladi. Birinchidan minus tarafi o'zi nomida turmaydi mashina, ikkinchidan dollarda hisob-kitob qilinadi, uchinchidan esa bizda muddatdan oldin to'lov mavjud. Ya'ni agarda asosiy qarzini tezroq yopsa, foizidan yutasiz ancha. Tushunarli. Demak, o'rtoqlar, har tomonlama rasmiy hamda ishonchli bo'lgani, bu sizning moliyaviy xavfsizligingiz uchun ham juda ham kerakli hisoblanadi. Shuning uchun ma'lumot berish bizdan, tanlov esa har kimning o'z qo'lida. To'ppa to'g'ri.